Assalomu alaykum, ekran oldidagi kompyuter havaskorlari ham o'qirmanlar. Bugungi soat darsimizda sizga Java programmasida Uyg'urchani qandoq besib chiqarishni tushundiraman. Bu Java darsini yo'lga qo'ygandan keyin bizning nurg'unlagan program havaskorlarimiz menga xat yozdi. Uyg'urchani Javada besib chiqarg'il bo'lamdi deb. Uyg'urchani Javada besib chiqarg'il bo'ladi. Uyg'urchani besib chiqarganda siz tuvandagi ikki usulni qo'llansangiz bo'ladi. Birinchisi men hozir ekranda ko'rib turibsiz, sistemaga Uyg'urcha xatni qachildim. Uyg'urcha shu xatni qachilgandan keyin shu kunib taxt bilan masalan o'zingiz yozsangiz bo'ldi. Uyg'urchani Javada bevosita kunubga taxtisi orqali kirgizish. Bu birinchi usul. İkinci usul Uyg'urchaninki Unicode orqali besib chiqarish. Ya'ni agar sizning kompyuteringizda shunday Uyg'urcha kirgizadigan sistema bo'lmasa, u chog'da Java programmasida Uyg'urchani qandoq besib chiqarsiz? Men tuvanda ikki xil usulniki ikkilisini tushuntirib o'tay. Undaq bo'lsa ekranga qarang. Oldi bilan programni ochaylik. Uyghur School Java Project buni ochdik. Ochgandan keyin men bu yoqdagi package, ya'ni com.uygurbook.learnjava deganda bir class quraman, ya'ni object new. Men Java classga, masalan buniga men Uyg'ur string demo deb yozay. Oldi bilan buniga biz ijro qiladigan program qismini qo'shaylik. Public static void main string arguments. Men sizga deb o'tgandek, oldi bilan bevosita kunubga taxt bilan yozsangiz bo'ladi. Masalan, out, ya'ni system out. Agar buni to'liq besib chiqaramisangiz, ayrim yozsangiz bo'ladi. system.out.println. Masalan, men hozir Uyg'urcha yozaylik. Mana shu tirnoqning ichiga, masalan, bu mening birinchi yoki bo'lmasa bu yoqqa xat yozaylik. Java programmasida Uyg'urchani chiqarish deb. O zaman icra qilaylik. On tarafni chekib, Uyg'ur string demo.java mana run dedik. Mana hozir men Uyg'urcha chiqdi. Undaq bo'lsa, tuvanda shu Uyg'urcha xatni agar sizning sistemingizda Uyg'urcha xat kirgizish sistemasi bo'lmasa, u chog'da qanday qilamiz? Men tuvanda buni sizga tushuntirib o'taman. Oldi bilan men buniki nazariyasini sizga bir tushuntirib o'tay. Bizning bu Uyghur School degan GitHub betini açsanız, ya'ni github.com/uyghurschool. Bu yerda basic Java course concept olmuş ba, bunu açın. Ondan bunu açgandan keyin bu yerdagi wikini açın. Açganda bu yerda bir betni ko'rasiz, Uyg'urcha Unicode deb, Uyg'ur Unicode. Men buni shu tarafga chiqarib qo'ydim, ko'rsangiz bo'ldi. Endi bu Unicode'ninki jadvalni, ya'ni shu jadvalni
Tövendeki ma bu torbetten ködüm ben. www.uygurdictionary.org. Bunu Varis Abdülkerim Canbaz, Doktor Varis efendim çıkarıp koyup diken muşine körsünüz buldu. Untaq bolsa muşu Unicode'ni biz Java'da qandaq işletimiz. Ben bunu sizge köstüp ötey. Muşida qarasanız bizning Uyg'urcha o'tish harfniki masalan bosh harf, o'tir harf, oyoq harf, yolg'iz harf deb bir harfning 4 xil shakli bor. Masalan, final degani eng oxirgi keladigan qismi, initial deganimizni 5-ga keladigan qismi, medial deganimizni o'tirga keladigan qismi, ma isolated qismi yolg'iz keladigan qismi. Undaq bo'lsa tuvanda men shuni sizga shuni qandoq ishlatishni ko'rsatib o'tay. Tuvanda ma ekronni sal kichiklatay men. Harfni selishtirib, ondan sizga ko'rsatsam, obdan tushunasiz. Mani sal meyaqroq kichikroq keldi. Yani undaq bo'lsa hozir tuvanda biz shuni ishlatib boqayli, qarab turing hozir. Hozir mening sistemamda men Uyg'urcha yo'q deb qarab turay. Uyg'urcha yo'q deb qarab turay. Masalan, ikkinchi qurg'a biz ana til degan xatni biz chiqarib boqayli. Masalan, buning uchun system oldidan system.out.println mani bosdim. Undaq bo'lsa oldidan ana tildagi biz yozishni ko'rib boqayli. Masalan, oldidan maniga qarang, biz xatni taklif qilayli. Ana til deb turli. Maniga ekran qarang hozir. Mani miyaga misol uchun yozib qo'yib turdim. Lekin emli mashg'ulotni men siz tushundiraman. Masalan, system.out.println. Masalan, ma A ga vakillik qiladigan birinchi harf bizning ekrandan kirib boqili initial. Masalan, ma hamza va i keladi, i ma a bo'ladi. Shuningdek, yozganda biz Unicode-ni chiqarish uchun shu printning kaniga ma yanto siziq uni bosamiz. Masalan, buningga mos keladigan harf nima? Ma f i ma 6b ekan. Buningga f i 8b. Mana ma birinchi harf. Buningga qo'shiman ma a ga ma keladi. İkincisi mesela U, F, I, 8, I. Mana hazır. Mavu A er çıktı. Neyin çıkıp bakaylı. Bunu yine koşumuz. Neyininki initial neyge maskeldığını qaysi kendisi mana F, I yettiken. Bunu U, F, I yetti. Bunu maskeldığın A harfi F, I, 8, I. Bunu qo'shimiz. F, I. Mana sal ekranni kichikroq qilay. Yanto yozib. F, I, 8, I. U kelsin. Mana birinchi A'ni bes bo'ldik. Ya'ni ana degan bes bo'ldik. Hamda til degan bes boqayli. Undaq bo'lsa hozir men yaqin ikkinchi qilib, masalan s out birinchisiga u til. Masalan buniki t-ni qilib boqayli. 5dagi kelgan t-ninki qismi bu yoqdan t harfini kirib boqayli. Mana f i 97 ekan. F i 97 bunu qo'shimiz. T bunu L'ni qo'shimiz. Bundan L harfini kirib boqayli. L harfi degan mana L. Buning chuqum yolg'izli keladi. Yolg'izli. Buning yolg'izlisi mana F I D ekan. Buningga yolg'izli kelmaydi ekan T I L. Buningga chuqum mali keladi ekan. Mana F I D E. Buningga biz
Yine qo'shimiz U F E D E. Endi mana urib chiqib baqayli, bu qismini elib etsak bo'ldi. Mana birinchi qurg'a ana ma T. Mana o'tirdiki yana bir tushib qapti T'ninki. Buni qo'shsak bo'ladi. Tuvan men shuni sizga yana ko'rsatay. Masalan, T'ninki keyindan bizga chuqum bir I harfini yozishimiz kerak. Ya'ni yana bir ulangan I harfi. T'ga qarab baqayli. P, T, bunun biz I harfininki ulanışını qilib baqayli. Mana mavuni asli ulaymiz. Mushu bo'lishi kerak bizga. Ma F, B, I 9 ekan. F, B, I 9. Managa yine qo'shimiz U, F, B, I 9. Andın bunu qo'shdik. Yana endi program baqayli. Mana ko'rib turibsiz, endi ana til degan hammasi mana kendiki harf mana to'g'ri chiqdi. Demak, hozir agar sizningki sistemingizda Uyg'urcha kirgizish sistemasi bo'lmasa, masalan, majmuni hozir o'chirsak bo'ladi. Bo'lmasa, mush orqali kirgizsangiz bo'ladi. Kirgizganda mushu torbatdagi mana shu GitHub torbatiga chiqarib qo'ydim. Doktor Varis Abdukarim Janbaz efendimninki Unicode jadval ekan. Bu jadval 2006-yili 11-ayning 15-kuni 17-kunigacha Amerikaning Washingtonda xalqaralashtirish, ya'ni Unicode konferensi yig'inida so'zlangan mazmun ekan. Mushuni ishlatsangiz, siz har qanday Uyg'urchani Java'da besib chiqara olasiz. Demak, Java programmasininki iqtidori intayin kuchli. Siz Java programmasi orqali har qanday tilni besib chiqara olasiz. Keyin buningda programlar o'ylaysiz, torbatlar o'ylaysiz, game, ya'ni o'yinlar o'ylab qila olasiz, matematik hisoblash yapara olasiz. Men mazmunlarni shu tafsilotni ahvolga qarab sizga tushuntiraman. Darsni ko'ngil qo'yib anglingizga ko'p rahmat. Keyin qatimliq dars ko'rishaylik.